Hello hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sherbekam. Bugungi videomda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Videoga like bosing, obuna bo'ling. Do'stlar, bugun Rus mobil o'yiniga обновление keldi 14-fevral kuni. Mana ko'rishingiz mumkin, gelik politsiyaskiy fara qo'yilgan. Uje mana shunaqa farasi ham yonadigan bo'ldi. Oldin yonmardi do'stlar. Bugungi обновлениямizda ko'p narsalar qo'shilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, qor ham olib tashlandi bugun. Do'stlar, orqalari ham o'chib yonyapti. Bu fixlanadi hali. Mana ko'rishingiz mumkin, 14-fevralga обновление chiqqan. Har xilcha mana battle pass yozimlarga ko'rishingiz mumkin. Mana kartada do'st olib tashlangan yangi qish karta. Mana 70-anoda premium anoda, nima deydi? Premium battle passda 70-da fora qo'shilgan. BMW M8 qo'shilgan, Range Rover, Honda, Cadillac, Lexus har xil mashinalar qo'shilgan do'stlar. Aksessuarlar, skinlar, ko'p narsalar qo'shilgan. Bu обновление yoqdi menga desa ham bo'ladi. Mana o'zingizni men o'ylashim bo'yicha o'zing battle passdan shaxsiy fora olsa bo'lar ekan. Shaxsiy bozorlarga ham chiqsa kerak menimcha, bilmadim yana. Mana forani ko'rib turishingiz mumkin. Fora mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Shu va mana shu yurakcha 14-fevral munosabati bilan mana shu yurakcha qo'shilgan. Ya'ni buni rasmga tushsa bo'ladi. Va bunaqa ham qo'shilgan. Bu nimaligini to'g'ri tushunmam. Men eng yoqqan taraf Craftga mana shu Cadillac limuzin qo'shildi. Men albatta buni olib sizlarga video qilaman do'stlar. Kutib qoling sizlar. Maksimal videoga podдержка qilingizlar va like, obuna bo'lsingizlar. Magazinga va gul qo'shilgan. Buket do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, mana battle pass men 900 likdan olganman premiumdan va premiumdan yana bitta katta 1600 donatga fora olsa bo'ladi 70-o'ringacha. Mana обычный oddiysida Range Rover Waller beradi. Premium agar ishlatsangiz BMW M8 beradi do'stlar. Mana bu yurakcha qo'shilgan. Kiss deb bitta qiz bola ID'sini tersa, ikkalasi shu yerda o'tirib rasmga tushadi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana yo'llar ham boshqacha bo'lib qoldi, chunki qor olib tashlangan do'stlar. Kiring sizlar, biz bilan o'ynang sizlar. Ikkinchi serverda Rus mobilda o'ynaymiz. Promokod panjara 777 bo'ladi do'stlar. Kartada ham ko'rishingiz mumkin. Oldin karta oppoq edi, qor bo'lgan munosabati bilan. Hozir qor ham yo'q. Mana yo'llar tiniq bo'lib, telefonda laglar uncha sezilmayapti, chunki oldin qorda laglar ko'p bo'lardi. Mana do'stlar, craft stolga keladigan bo'lsak, craft stolda Cadillac qo'shilgan. Mana bu Cadillac. Buni biz sizlar bilan video qilamiz hali. Va audio Q8 qo'shilgan, audio PB18 qo'shilgan. Bu mashinalar bu oldin bor edi, craft o'zi qo'shilgan. Aksessuarlarga keladigan bo'lsak, bular oldin bor edi. Bizga mana shu kaktus qo'shilgan. Mana bu, keyin bu kaktus qo'shilgan va sumka qo'shilgan do'stlar. Adejda kiyimlarga keladigan bo'lsak, mana bu skin qo'shilibdi. Arzuja skinlardan hech qaysiga skin qo'shilmagan, kupon qo'shilmagan. Do'stlar, hammaga xayr. Обновлениямыз sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, obuna bo'ling, maksimalniy kommentariyada o'z fikringizni yozing do'stlar. Promokod panjara 777 bo'ladi do'stlar. Faqat ikkinchi serverda ishlaydi. Rus mobil ikkinchi serverga kiring sizlar, biz bilan mazza qilib o'ynang sizlar do'stlar. Videoni tomosha qilganlaringiz uchun hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan Sherbekam bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha